Xiaomi'ning 1 yil oldingi flagman bo'lgan 14T modeli. O'zbekistonda yangisini $400 atrofida ishlatilgan yaxshi holatdagisi esa $370 atrofida topishimiz mumkin. Bu flagmanimiz PUBG Mobile o'zini qanaqa tutishini hozir sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Siz bilan yaqin vaqt ichida Connect Mobile loyihasi bo'ladi. Audio Jungle. Audio Jungle. Hozir siz bilmagan bitta qiziqarli ma'lumotni aytaman. Undan oldin esa PUBG ga bosib olamiz. Hammamiz bilgan Redmi va Poco brendini bitta kompaniya ishlab chiqaradi, ya'ni Xiaomi kompaniyasi. Foydalanuvchilarga qarab, buni kategoriyalarga bo'lib qo'ygan. Redmi brendi ostida asosan o'rta segment budjetli telefonlar ishlab chiqaradi. Bundoq qaraydigan bo'lsak, xalqimiz orasida Redmi brendida chiqarilgan telefonlar ommabop. Poco brendi esa asosan gamerlar va bizga o'xshagan yoshlar uchun. Bundoq qaraydigan bo'lsak, PUBG o'ynaydiganlarda Poco brendi ko'proq tarqalgan. Xiaomi brendi esa faqat flagman va flagship telefonlarni ishlab chiqaradi. Pocodan ham, Redmidan ham qimmat va buni ishlab chiqarishda premium materiallardan foydalanadi. Bundoq qaraydigan bo'lsak, telefonimizning korpusida metalldan foydalangan. Va hokazo va PUBG ga ekraningizda ko'rib turgan sekundda kirdi va buni endi grafikasini ko'ramiz. Настройка, grafika, smoothda Extreme Plus, ya'ni 90 FPS ni qo'llab-quvvatlayapti. Grafikani Ultra HDR ga ko'taradigan bo'lsak, mana Ultra HDR grafikagacha ochyapti. Bu grafikada lobbida qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, lobbida personajingiz chiroyli turadi, tiniq bo'lib, o'yinga keladigan bo'lsak, Smooth Extreme Plus da o'ynaganimiz yaxshi. Agar o'yinda ham Ultra HDR da o'ynasak, ko'pchiligimiz bilamiz, telefonimiz qizib ketadi. FPS esa umuman stabilni bo'lmaydi. Bu joydan 90 FPS ga qo'yib Apple'ni bosamiz va birinchi bo'lib buni arenada test qilib ko'ramiz. Qani ketdik. Mana TTMga ham kirib oldik. Qanaqa telefonda o'ynasak ham boshida ozgina telefonga moslashish bo'ladi. Birinchi o'yindan sezgan narsam sensori barmoqlarni yaxshi sezyapti. Sensori ustida barmoqlar qanaqadir udobli, qo'lga yoqimli harakatlanyapti. Texnik xususiyatiga to'xtaladigan bo'lsam, bu telefonimizda MediaTek Dimensity 8300 Ultra protsessor mavjud. Bu protsessor FPS ni ancha stabil ushlab beradi. Ekran 144 Hz va eng yangi texnologiyadagi AMOLED displey qo'yilgan. Xotirasi ikki xil turda bo'ladi. 12 ga 256 va 12 ga 512 lik. Hozir menda 12 ga 512 GB varianti. Telefonimiz razmeri esa 6.67 dyum. Sezgan bo'lsangiz, kontentimizda yangilik qilganmiz, ya'ni ekran zapisni katta ekranga, chap burchakda esa handcamni qo'ydik. Bu stil bilan videomizni ko'rganingizda telefonimiz PUBG da o'zini qanday tutishini his qilish yuqoriroq bo'ladi. Doesn't have a lot of time left. TDMda FPS ni yaxshigina stabil ushlab beryapti. Oddiy o'ynashimizda ham, hatto turnirga ham bemalol maslahat bera olaman. Endi klassikka o'tamiz. Livik kartasiga tushib oldim va ozgina o'yindan keyin taassurotlarimni aytaman. Kiyimi yo'qligiga men buni bot deb o'ylayman. Tepada aytganimda yangi telefonga moslashish bor, hali ham chuvstительный sensitiviga moslashganim yo'q. Giroskop sensitiv ham qanaqadir hozir unchalik moslashganim yo'q. Undan tashqari naushnikam yo'q, qanaqadir neto o'ynasam seriyozli tushunib olmaymiz.
Uji telefon qizigani va FPS ozgina tushgani sezilyapti. Orqada o'tganini. Hozir magnetik kullerni unpacking qilib qo'ya olaman. Aytgancha Connect Mobile ga yangi kuller Memo brendi ostida testdan o'tgan ishonchli kullerlar kelgan. Hozir qistirgichlarimizni shu tarzda qo'ya olamiz. O'zi bu kullerimiz magnitli kuller, ya'ni MagSafe bor telefonlarga o'zi yopishib qoladi. MagSafe yo'q telefonlarga esa xuddi shu qistirgich bilan qistirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar sizga ham shunday original sinovdan o'tgan kullerlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib, adminlarimizdan kerakli ma'lumotlarni olib, zakaz bersangiz bo'ladi. Telefonimizga 5000 amperlik batareyka qo'yilgan. Bu bilan o'rtacha 5 soat PUBG o'ynashimizga yetadi. 67 watt tez zaryadlash orqali 46 daqiqada zaryadi 100% bo'ladi. Mana telefonimiz harorati tushdi, FPSimiz ham stabillashgani sirazi bilindi. Xulosaga keladigan bo'lsak, telefonimiz PUBG da o'zini tutishi juda yaxshi, lekin shu budjet atrofida PUBG Mobile uchun telefon olmoqchi bo'lsangiz, Poco X7 Pro ni ham variantingizga qo'shib qo'yishni maslahat beraman. Kanalimizga obuna bo'lib, kirib ko'rsangiz, Poco X7 Pro haqida to'liq video chiqarganmiz. To'liq ma'lumot olish uchun shu videoni ko'rishni maslahat beraman. Ikkala model ham Connect Mobile magazinimizda mavjud. Bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib qo'ysangiz, tez kunda har kunlik yangi sotuvdagi modellarni joylab boramiz. Qiziqarli va foydali ma'lumot uchun albatta videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Barchangizga xayr, doim FPSingiz yuqori bo'lsin.